Opa, tirnog'im doim ichiga o'sadi. Xirurgga borib ko'p marta oldirganman. Yana borgani qo'rqyapman. Ukolsiz, og'riqsiz hal qilsa bo'ladimi? Ha, hal qilsa bo'ladi. Afsuski, ayrim insonlarni tirnoqlari ichiga o'sib, o'sha og'riqli nuqtasiga aylanib ulgurgan. Bunga yechim faqatgina xirurg deb o'ylashadi, lekin xirurg yechim emas. Xirurgga borsangiz, tagi bilan sog'lom joylarini ham qo'shib sug'urib tashlaydi, keyin chiqadigan tirnog'ingiz sog'lom chiqmaydi. Bunday xato qilmang. Aksincha, bizga murojaat qiling. Ichiga o'sgan joyini ukol qilmasdan og'riqsiz olib va davolab beramiz. Oyoq tirnoqlari nima sababdan ichiga o'sadi? Buni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga tez obuna bo'ling. Telegram kanalimiz silkasi profilim shapkasida. Ha, aytgancha, sizda ham bu muammo kuzatilyaptimi? Unda menga murojaat qiling. Konsultatsiya bepul.